Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Bugun Jizzax viloyati Forish tumanidan Shuhrat Polvonga keldi. Aziz yurtdoshlarimiz, akamiz bo'lib bo'lsalar, yangi Zibo 14-qatordan Zohidjon akamiz bitta AirPods berganlar. Hamid Olimjon Jizzax Momiradagi osh markazi havuz bo'ladi. Yarim kilo osh, salat, hamma narsasini ichida qilib berganlar. Moxina tortlari bo'ladi. Juda ajoyib, juda mazali tortlar bo'ladi. Bitta chiroyli tort berganlar, xudo xolisa. Oilangiz bilan baham ko'rsangiz bo'ladi. Sinov faiz mebellarda 300 ming so'mga chegirma berganlar. Agar akamiz 16 daqiqaning ichida somsamiz bilan taylamiz yeb bersalar, 400 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritadilar. Agar rekord yangilab bersalar, $100 qo'shib beramiz ustiga. Hamda 25 ta homimizda voucher beramiz. 25 ta homimizda voucher 25 milliondan ziyod. Dang. Qonunlar va janoblar, Jizzax savdo markazida o'sha mashhur o'yin davom etyapti. 3 2 1 let's go aka, boshlaylik. Bo'mor aka. Hadi, bo'mor. So'ray aka. Shuhrat. Chapka bunga. Aka gap bo'lish mumkin. O'yin to'xtatiladi yurtdoshlarimiz, Shuhrat akamiz yutqizib qo'ydilar. Hozir o'zada saharlikdan yemay oshqozon kichrayib qoldi. To'ppa-to'p. Oshqozondan kichrayish bo'ladi. Xorijli aziz yurtdoshlarimizga, kuyoshli akalarimiz, opalarimiz, ukalarimiz, singillarimizga nima tavsiya berasiz? Kelinglar. Men yeb qo'yardim. Cho'taligi hozir mana bor, qo'rqdim cho'tal nimadir. O'zimda bo'ldi, o'zidaligi qo'rquv deydimi? Uzuk chiqardim, qo'rqdingiz. Ha, uzuk yutardimmi deb o'ylayman. Akamiz to'g'risi uzuk qidirdilar somsaning ichida. O'yinchi emas, somsaning ichida uzuk uchun kelganlar. O'yinimiz bilan urishib qo'yganlar. O'shancha uzukni olib o'yin xursand qilaman deganlar. Bu videoni oilaviy ham kelamiz, sevgandek kunda. Xudo xohlasa. Xotinni yaxshi ko'rayotgan akalarga jo'natib qo'yadi.